Turkiyaning eng yaxshi universitetlaridan bittasida o'qish niyatingiz bormi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Salom do'stlar, bugun sizlarga Turkiyaning eng yaxshi universitetlaridan bittasi Sakarya universiteti haqida gapirib bermoqchiman. Sakarya universiteti davlat universiteti hisoblanadi va bu universitet 1970-yilda ochilgan. O'sha paytda akademiya bo'lgan, oddiy akademiya, ya'ni muhandislik va arxitekturaga asoslangan akademiya bo'lgan. Keyinchalik 1992-yilda universitet maqomini olgan. Ya'ni ancha yildan beri faoliyatini yuritayotgan universitetlardan bittasi hisoblanadi. Hozirgi kunda Sakarya universitetida 60 mingta talaba va 2 mingtadan oshiq professor o'qituvchilar ishlab keladi. Shu sababli Sakarya universiteti Turkiyaning eng yirik universitetlaridan bittasi hisoblanadi. Sakarya universitetini boshqa universitetlardan ajratib turadigan narsalardan bittasi bu zamonaviy kampus, ya'ni hamma fakultetlar bitta joyda. Shu bilan birga universitet kuchli akademik tarkibga ega va xalqaro loyihalarda juda faol hisoblanadi. Bundan tashqari talabalar uchun qulayliklar, arzon turar joy, sport, madaniyat klublari kabi yaxshi sharoitlarga ega bo'lgan universitetlardan bittasi. Eng muhimi ish bilan ta'minlash. Ya'ni bu universitetda boshqa kompaniyalar bilan yaxshi shartnomasi bor va talabalarni o'sha kompaniyalarga ishga joylashtirish imkoniyatiga ega. Shaharga keladigan bo'lsak, biz o'tgan yil Advice jamoasi bilan birgalikda 10 ga yaqin talabani aynan Sakarya shahriga yuborganmiz va ularning hammasi bir-biri bilan aloqaga ega, hattoki ba'zilari bitta uyda yashashadi. Ulardan fikr so'raganimizda, ya'ni shahar haqida o'zlarining xolisona fikrlarini so'raganimizda, ular aytishganki, shahar tabiati juda ham zo'r. Aytaylik, daryo deysizmi, dengiz deysizmi, tog' deysizmi, hamma narsa bor. Havosi ham juda ham toza deyishgandi. Shahar tabiati sifatida shuni ayta olamizki, juda ham yaxshi, juda ham mukammal deb maqtashgan. Bundan tashqari shahardagi transport imkoniyatlari, ya'ni siz bitta manzildan boshqa manzilga bormoqchi bo'lsangiz, transport orqali buni amalga oshirish juda ham qulay deyishgan. Bu albatta talabalar uchun juda ham muhim narsa. Shu bilan birga talabalar uchun yana bitta muhim narsa bu shahar arzonligi, yeb ichish, turar joy, umuman shahardagi xarajatlaringiz nisbatan boshqa shaharlarga qaraganda, ayniqsa Istanbulga qaraganda juda ham arzonroq deb aytishgan edi. Ana endi hammaga qiziq bo'lgan mavzulardan bittasi reyting va diplom masalasiga keladigan bo'lsak, avvalambor reyting Sakarya universitetida top elitalarga kiradi, Turkiya bo'yicha top elitalarga kiradi. Bundan tashqari diplomi Yevropa va Osiyoda qabul qilinadigan diplom hisoblanadi. Universitetda Erasmus va memlanadigan programmalar bor. Bular orqali siz Yevropada ma'lum bir semestr davomida o'qib kelish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu bilan birga ishlash masalasi, ya'ni siz Sakarya universitetini bitirganingizdan keyin aynan bitiruvchi talabalari uchun Sakarya universiteti juda ham ko'pchilik kompaniyalar bilan shartnoma imzolagan. Ya'ni o'zini bitiruvchilarini aynan o'sha kompaniyalarga joylashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi kontrakt masalasiga keladigan bo'lsak, Sakarya universitetining kontraktlari odatda avgust oyida chiqadi, ya'ni prezident qarori bilan chiqadi, yoki siz hozir hujjatlaringizni topshiradigan bo'lsangiz, qabul xatingizda o'sha nech pul to'lashingiz kerakligi yozilgan bo'ladi. Yoki o'dama sistemaga kirganingizda o'sha sistemda sizga shuncha pul to'lagin deb yozib qo'ygan bo'ladi. O'tgan yilgi kontrakt narxlaridan kelib chiqib aytilgan bo'lsak, bakalavr uchun $1,5 dan $4,000gacha tanlagan fakultetingizga qarab o'zgarib boraveradi. Taxminan shu atrofda kontrakt narxi chiqadi. Magistratura uchun bo'lsa $1,000 dan $3,000gacha siz kontrakt uchun xarajat qilishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni o'tgan yili shunaqa narxlarda talabalar o'qishdi. Buning eng yaxshi tarafi, ya'ni davlat universitetlarining yaxshi tarafi, o'sha xususiy universitetlarning ba'zi bir xususiy universitetlar farqli o'laroq ikkiga bo'lib to'lash imkoniyatini beradi. Misol uchun sizning kontraktingiz aytaylik $1,500 chiqqan bo'lsa, siz bu yozda, bu yil kirgan bo'lsangiz, bu yozda yarmini $750 dan to'laysiz. Qolgan $750 dekabr, yanvar, fevral kabi oylarda, ya'ni ikkinchi semestrda to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi videomizda qo'limizdan kelgancha Sakarya universiteti haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Boshqa universitetlar haqida, boshqa shaharlar haqida, umuman boshqa davlatlar haqida, boshqa davlatdagi ta'lim sohasi haqida, umuman yo'lda borib ta'lim olish haqida ma'lumot sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlarni konsultatsiyamizga yozirishingiz mumkin va bizlarni ekspertlarimiz bilan yoki shaxsan o'zimiz bilan ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Bu uchun bizga jamoamizga, Advice jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Agarda sizga Turkiya ta'limi, Turkiyadagi hayot, umuman Turkiyada ta'lim olish qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu kanalimizni kuzatib boring.